Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Kech bo'lishiga qaramasdan bugun sizlar bilan bir ajoyib o'simlik haqida o'rtoqlashib qo'yish niyatimiz bor edi. Bu o'simlik bo'lsa ham mana shu rozmarin o'simligi. Opa. Rozmarin o'simligi hammaga ko'rinyaptimi? Mana shunaqa ziravor hisoblanadi. Mana changib ham ketdi. Bu o'simlikni o'z tarkibida efirlar mavjud, shuning uchun o'ziga xos hidi bor, o'ziga xos privkus deydi. Hidi ta'mi bo'ladi. Odamning bir ruhiyatiga yaxshi ta'sir qiluvchi o'simlik hisoblanadi. Bu o'simlik tarkibida efirlardan barneol, sineol degan efirlar saqlaydi. Undan tashqari minerallardan magniy saqlaydi. Xotiraga, miyaga foydali bo'lgan magniy saqlaydi, kalsiy, kaliy elementlar saqlayapti. Mis bor tarkibida. Undan tashqari bu o'z tarkibida rozmaritsin degan modda saqlaydi. Rozmaritsin miya aktivligini oshirib beradi. Demak, bu o'simlikning nimalarga foydaliligi haqida bilishimiz uchun bu o'simlikning kimyoviy tarkibini o'rganib chiqdik. Endi foydalar haqida gaplashamiz. Foydalar shundan iborat. Birinchi foyda bu xotirani yaxshilash foydasi bor. Xotirani yaxshilaydi. Undan tashqari hazmni yaxshilar ekan. Hazmni yaxshilaydi. Undan tashqari butun organizmdagi qo'zg'alish prosesini oshirar ekan. Tarkibida ruh bor, jinsiy qo'zg'alishga yordam beradi. Miyaga magniy bor. Demak, xotiramizga yaxshi. Ayollarda dismenoriyaga, ya'ni o'sha hayz buzilishlarida bemalol foydalansak bo'laverar ekan. Demak, bu o'simlikning tarixi shundan iboratki, Rim qadimgi o'rta asrlardagi Rimdagi studentlar boshlariga taqib yurishgan ekan bu rozmarinni. Boshlariga ne taqib yuradi bular desa, xotiram kuchli bo'lsin, ilmim ko'proq bo'lsin degan ma'noda taqib yuradigan. U ahmoqlar itish kerak edi. Endi ko'rgilikda nima deysizlar? Xuddi shu narsani chaqaloqlar o'rashgan Yevropada, rozmarin juda mashhur bo'lgan Yevropada. Ya'ni o'sha Maryam onamiz haqida ham qissalar keladi. O'sha Maryam onamiz Iso alayhissalomni o'sha rozmarin o'sib turgan joyga yotqizadi deb aytishadi. Shunaqa bir qissalari bor. Demak, rozmarin o'simligini zarari haqida aytib o'taman endi. Zarari kimlarga zarar, kimga mumkin emas, qanaqa holatlarda mumkin emas, o'shani oydinlashtirib boramiz. Demak, epilepsiyasi bor bemorlar uchun miyani qo'zg'atgani uchun mumkin emas. Epilepsiya kuchayishi mumkin, ha? Shuning uchun mumkin emas. Undan tashqari oshqozonda kislotnosti baland bemorlar bor. Oshqozonda kislotnosti miqdorini oshirib yuborar ekan. Shu tomonlama zarar. Endi ko'p iste'mol qilganda bosh aylanishiga olib keladi, qustiradi. Shuni hisobiga ko'p ichish qo'llash mumkin bo'lmagan holatda nojo'ya ta'sir holatiga o'tyapmiz. Nojo'ya ta'sir ko'p ichsak qustiradi. Undan tashqari boshni aylantirar ekan. Bu masala ham ketdi. Endi tarkibida vitamin A miqdori ko'p bo'lgani uchun ko'zga juda foydali hisoblanar ekan. Undan tashqari sochlarga ham demak foydali. Vitamin A sochlarni ham mustahkamlaydi. Tarkibida o'ziga xos vitamin B gruppani hammasi bor. B1, B3, tiamin, niatsin, B9, foliyaviy kislota hammasi bo'lganligi uchun bu radikulitga ham foydali. Ko'pincha vrachlar radikulitga B kompleks yozishadi. Mana bu kompleksni oling, mishishni olasiz, boksidan zo'r bo'ladi deyshadi. O'sha narsani B kompleksga ishongani uchun qilishadi. Ko'pchilikda vrachlarda B komplekssiz lecheniya yozilmaydi, ayniqsa nevropatologlar tomonidan, hamkasblarimiz tomonidan, lekin bunda hamma B kompleks vitamin bor ekan. Endi buni ichish tartibi qanaqa bo'ladi? Sochga surtish tartibi qanaqa bo'ladi? Teridagi ekzemalarga foyda ekan, yaralarga, jarohatlarda tezroq bitiruvchi xususiyatga ega ekan, regeneratsiya xususiyatiga ega ekan. Shularning hisobiga bu narsalarni ishlatganimizda qanday ishlatamiz? Demak, bir osh qoshiqni 400 gram suvga solib dimlab qo'yamiz. Buni qaynatish mumkin emas, vitamin o'lib qoladi. Yoki termizga solamiz, termizga ham mumkin emas. Termizga solib qo'ysak nima bo'ladi? 100 gradus turaveradi. Rozmarinda vitaminlar o'laveradi. Shuning uchun sirli idish olamiz, alevin ham bo'lmasin. Katta qoshiqda bir qoshiq 400 gram tayyor damlama. O'sha damlamani ham surtishga, ham ichishga qo'llasak bo'ladi. Surtishga o'sha suvni yaxshilab dam yegandan keyin 2 soatdan keyin
yaxshilab bosh o'shan suv bilan yuvildi, orqasidan ayollar taqib olishadi. Salafanli shapka. Shuni hop taqib qo'yishadi. Bo'ldi, tamom. O'sha boshda jarayon boshlanadi. Sochlari chiroyli bo'lishni boshlaydi, tovlanishni boshlaydi. Bu qadimgi Rimda sevgi ramzi. Bu qadimgi Rimda bir-biriga bo'lgan ana erkak ayol o'rtasidagi ishonch bor-ku, vernost deydi. Nima deydi biz tilda? Vernost. Nima deydi? Vafodorlik anaqasi hisoblanar ekan. Vafodorlik belgisi hisoblangan ekan. Mana ko'proq endi Yevropa foydalanganda, buni biz bilmaganmiz. O'sha tomonlarga kirib kelganimizga. Demak, ichish foydalanish qanaqa bo'ladi? 400 grammga damladik katta qoshiqda, damlab qo'ydik. Endi oldikda, dokadan o'tkazdikda, kun davomida ichib yurdik. Ongimiz uchun, miyamiz rivojlanishi uchun tezroq fikrlab, tezroq bir natijalarga erishish uchun harakat qilib qolamiz-ku, studentlar ayniqsa. Pожалуйста, rozmarindan foydalaninglar. Hammaga shifoyi komil. Sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar.